Ajabo, umr o'tmoqda deb tilmasdan hayqiramiz-u, qalbimizda bu umrning chindan ham o'tib borayotganiga afsus va nadomat topa olmaymiz. Ajabo, qo'limizdagi 10,000 so'm masjidga, Allohning uyiga ihson qilib yuborishga ko'plik qiladi-yu, bozorga naqadar oz. Ajabo, maxfiy qolganimizda 1,5 soat zikr qilishimiz biz uchun bir hafta o'tib ketgudek uzoq tuyuladi-yu. 90 minut futbolni xotirjamlikda kuzatib, qanday o'tkazib yuborganimizni bilmaymiz. Ajabo, agar futbolda qo'shimcha vaqtga o'tiladigan bo'lsa naqadar hayajonlanib turamiz-u, Ramazondagi qo'shimcha namozni uzoq deb noliymiz. Ajabo, duoda so'zlar naqadar topilmaydi-yu, haqiqatda shu qadar quyilib keladi. Ajabo, Qur'ondan bir sahifa o'qish naqadar qiyin-u, darakchidan 30 bet naqadar oson. Ajabo, bir necha daqiqa masjidda naqadar uzoq-u, navbatdagi serial qarshisida naqadar oz. Ajabo, xonanda qarshisida oldingi qatorlarga naqadar intilamiz-u, Xudo taolo uyida so'nggi saflarda turishga havasmandmiz. Ajabo, odamlarga juma ma'ruzasini esda saqlab, boshqalarga yetkazish naqadar og'ir-u, ig'vo yo mishmishlarni tashib yurish naqadar yengil. Ajabo, odamlarning u bo'pti, bu bo'pti degan cho'pchaklariga ishonamiz-u, Parvardigorning haq so'ziga shubha qilamiz. Ajabo, dunyoning istalgan matohini intizor ko'zlarimiz bilan kutamiz-u, namoz vaqti deyarli o'tib ketsa ham unga hech qancha tayyorgarlik ko'rmaymiz. Ajabo, serial qahramonlarini naqadar sevib, ularni kuyib-pishib muhokama qilamiz-u, masjidda yonimizda turgan namozxonni tanimay o'tib ketamiz. Ajabo, har kim jannatga kirishni har qancha ta'ma qiladi-yu, buning uchun bir nima qilish, gapirish yoki ishonish kerakligini hech qancha o'ylamaydi. Qodir egam, o'qiganlarimdan xulosa chiqarib, amal qilishlikni birinchi navbatda o'zimga nasib roz ayla. Amin. Ya Robbal alamin.